Akademiyasi Washingtonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish faoliyati o'tkazadi. Uyg'ur Akademiyasi Uyg'ur harakati tashkiloti qatorliq 18 tashkilot va organning hamkorligida 2025-yil 12 oyning 9, 10 va 11 kunlari Washingtonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish temasida alohida faoliyatlar o'tkazmoqchi. Bu 3 kunlik faoliyat 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni, 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni, 1985-yili 12 dekabrdagi Uyg'ur o'quvchilar namoyishining 40 yilligidan iborat 3 muhim mazmunni o'z ichiga oladigan bo'lib, uning maqsadi Xitoy mustabid hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini, majburiy emgak, diniy ziyonkashlik va davlat talqigan bostirishlarni texmi cho'nqur pash qilish, adolatning sadosini yuqori ko'tarish, milliy kimlikni qo'g'dash, kelajak da'voning yo'llari haqida ko'z qarashlarni o'rtaqlashish, 1985-yildagi Uyg'ur o'quvchilarining qarshilik harakatining meroslari haqida o'ylanish, Uyg'ur xalqini qo'llagan Amerika va xalqaro ittifoqdoshlarga bo'lgan minnatdorlik namoyon qilishdir. Bu 3 kunlik faoliyat oldi bilan 9 dekabr kuni Amerikaning davlatlik axborot klubida axborot e'lon qilish yig'ini etish bilan boshlangan bo'lib, 10 dekabr kuni 4 bo'limdan tarkib topgan ilmiy muhokama yig'ini etish, oxirida 11 dekabr kunidagi Amerika parlamentini ziyorat qilish va yumloq ustal muzokarasi bilan oxirlashadi. Bu yig'inga dunyoning har qaysi ellardagi Uyg'ur rahbarlar, kishilik huquq faoliyatchilari va tadqiqotchilar qatnashadi. 10 dekabr kunidagi ilmiy muhokama yig'ini tövandagi mazmunlarni o'z ichiga oladi. Echilish nutqi, Amerika parlament vakillari, hukumat amaldorlari va xalqaro ittifoqdoshlar echilish so'zlari va tabriknoma. Birinchi bo'lim Xitoy hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgakka qarshi turish. Bu bölümde davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoyatlar va Xitoy Kommunistik partiyasi tarafidan ilib berilgan majburiy emgak muzokara qilindi. Ikkinchi bo'lim Xitoy Kommunistik partiyasining diniy ziyonkashligi va davlat halqigan bostirishi. Bu bölümde Xitoy Kommunistik partiyasining keng ko'lamli diniy ziyonkashlik bostirishi, jumladan Uyg'urlar, Tibetliklar va xristianlarga qarshi ilib borgan bostirish va diasporadagi keng xalq ommasi, faoliyatchilar va jurnalistlarni nishon qilgan davlat alqigan bostirish tadbirlari muzokara qilindi. 3-bo'lim Uyg'ur kimligi va madaniyatini qo'g'dash. Bu bo'limda Uyg'ur kimligi va madaniyatining sistemalik vayron qilinishi, muhojirat faoliyat ilib berayotgan tashkilotlar uni qo'g'dash uchun nima qilish kerakligi muzokara qilindi. 4-bo'lim 1985-yili Urumchida yuz bergan Uyg'ur o'quvchilar harakatini xotirlash. Bu bo'limda 1985-yili 12-oyning 12-kunida Urumchida o'quvchilar ilib borgan tinish namoyishini eslab o'tish orqali bu harakatning ahamiyati va uning bugungi qarshilik harakatiga ko'rsatgan uzun muddatlik ta'siri muzokara qilindi. Kashlik programma, minnatdorlik va Uyg'ur madaniyati ko'rgazmasi. Bu faoliyatda Amerika parlament a'zolari, amaldorlari va ittifoqdoshlarga tashakkur bildirish, Uyg'ur madaniyati ko'rgazmasi, an'anaviy madaniyat buyumlari ko'rgazmasi, Uyg'ur san'at asarlari va musiqasi qatorliq mazmunlar bo'ladi. Bu faoliyatlar Uyg'ur Akademiyasi bilan Uyg'ur harakati tashkilotining tashabbusi, Amerika Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur tadqiqot markazi, Uyg'ur inson haqlari qurilishi, Kanada Sharqi Turkiston jamiyatining yaqindan qo'llashi, shundaqla tövandagi tashkilotlar va organlarning hamkorligida ilib berildi. Avstraliya Uyg'ur jamiyati, Drexel universiteti, Sharqi Turkiston tadqiqot fondi, George Washington universiteti, Xalqaro Tibet harakati, Xalqaro Jumhuriyatchilar instituti, Milliy demokratiya instituti, Milliy demokratiyani ilgari surish fondi, Shveysariya Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur demokratiya va inson haqlari markazi, Uyg'ur Yevropa madaniyat markazi, Uyg'ur huquqlarini qo'g'dash qurilishi, Kommunizm qurbonlari xotira fondi, Dunyo Uyg'ur qurulti. Bu faoliyatning ahamiyati shuki, 1985-yili 12 dekabrdagi Uyg'ur o'quvchilar namoyishining 40 yilligini xotirlash orqali Uyg'ur yoshlarining qarshilik harakatining uzun tarixga ega ekanligini namoyon qilish. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash orqali Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilikni hargiz unutmaslik va bu faoliyat orqali har qaysi Uyg'ur tashkilotlari, xalqaro tashkilotlar va akademiklarning hamkorlashib ish qila oladiganligini dunyoga namoyon qilishdir.